Aziz aka, ko'pchilik obunachilaringiz sizni faqat ish jarayonlaringiz orqali taniydi, siz haqingizdagi shaxsiy ma'lumotlarni bilishmaydi. O'zingizni tanishtirib o'ta olasizmi qisqacha? 1990-yil 27-iyunda tug'ilganman. Jizzax shahar Sayxon mahallasida tug'ilganman. Bu sohaga qanday qilib kirib kelgansiz? Bu sohaga yoshligimdan rasm chizishga qiziqardim. Rassomchilik litseyini bitirganman 2006-yil. O'shanda 2006-yil litseyni bitirgandan shu ustachilikka kirib kelganman-da. Kirib kelishim 2006-yil faoliyatimdan boshlangan. Aziz aka, bugun erishgan narsalaringizga qarab o'zingizni omadliman deysizmi yoki mehnatkash? Omadim bor, avvalo Xudo, omadimiz bor, haqiqatan omadliman. Lekin bu darajaga yetgancha lekin kun demay, tun demay eshakdek mehnat qilib ishlaganmiz, realni gap. Boricha aytish kerak. Haligacha mehnat qilyapmiz. Hech ishlagingiz kelmaydigan paytlarda o'zingizni qanday majburlaysiz? Mas'uliyat, birinchi o'rinda mas'uliyat. Bironta insonni yo bironta mijozni ishini olgandan keyin albatta mas'uliyat bilan ishlab bitirib o'sha darajaga keldim. Sizni boy qilgan odat qaysi bo'lgan? Hozirgi darajaga olib kelgan odatingiz? Uxlamasdan 24 soat ishlagan paytlarim bo'lgan. Hayotimda 2 marta bo'ldi shunaqa. Hayotingizda sizni eng ko'p o'zgartirgan voqea qaysi bo'lgan? Ko'p pand yeganmiz, shundan o'zgartirgan voqealar ko'p bo'lgan. O'sha ish yuzasidan, hamma narsa ish yuzasidan pand yeb, mana shu darajaga yetganmiz.